Azizlar, assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan treshina, ya'ni anal kanali yormasi to'g'risida gaplashmoqchiman. Bu nima? Qanday paydo bo'ladi kabi savollarga javob berish uchun birinchi kasallik haqida to'liq ma'lumot berish kerak. Treshina nima degani? Treshina anus, ya'ni axlatimiz tashqariga chiqadigan joy. O'sha joyda ichki shilliq qavatini yirtilishi, yorilishi bilan namoyon bo'ladi. Demak, anal kanalining shilliq qavati yirtildi, treshina, ya'ni yorma kasalligi paydo bo'ldi degani. Bu kasallik qanday paydo bo'ladi? Asosan paydo bo'lishi uchun qattiq axlat massasi, tasavvur qiling, bu axlat massasi, bu orqa teshik, ichak shilliq qavatini yirtib chiqish kerak. O'shanda treshina paydo bo'ladi. Bu qattiq axlat massasidan tashqari zo'riqishdan ham paydo bo'ladi. Masalan, zo'riqish qanaqa ko'rinishda namoyon bo'ladi? Sizni ichingiz bir kunda 10-15 marta ketsa ham zo'riqishning natijasida shilliq qavatda yirtilish yuzaga keladi. Bu zo'riqishning natijasida yuzaga kelgan yorilma, ya'ni yorma, treshina hisoblanadi. Asosiy klinik belgisi og'riq sindromi bilan namoyon bo'ladi. Hojatdan keyin juda ham kuchli achishish bo'ladi. Yirtilgan joyga, ya'ni shilliq qavat ochildi, o'sha yerga axlat tegadi. Axlat tegish natijasida anusda kuchli achishish va og'riq paydo bo'ladi va tonus ortadi. Bemorda hojatxonaga borishdan qo'rquv hissi shakllanib qoladi. Hojatga borgisi kelmaydi. Borsa dastlab 5 minut yoki 10 minut, keyinchalik 1-2 soat vaqt o'tishi bilan bo'lsa, kun davomida achishuvchi og'riq bezda qilganligi sababli bemor hojatxonaga borgisi kelmaydi. Nimadir sabab bo'lib, o'zini hojatxonadan olib chiqadi, qochadi. Bugun chiqish kerak bo'lgan axlat bemorda hojatxonaga borishdagi qo'rquv hissi hisobida chiqmaydimi, yana yig'ilib qattiqlashadi. Ertangi kuni bo'lsa, undanda kuchliroq og'riq bilan namoyon bo'ladi. Statistik ma'lumotlarimizga qaraganda, bizni kuzatuvchilarning 90% bizga podpiska bo'lmasdan kuzatib borar ekan. Siz albatta bizga obuna bo'ling. Shunda proktologik sog'lig'ingiz to'g'risidagi eng oxirgi va eng aniq ma'lumotlarga birinchi bo'lib ega bo'lasiz. Kasallikda ikki xil davri bo'ladi. O'tkir hamda surunkali davri bo'ladi. O'tkir davri bu kasallik paydo bo'lgan vaqtdan boshlab 1 oydan 3 oygacha vaqt oralig'i hisoblanadi. Shu vaqt oralig'ida agar bemor proktologga ko'rinib, kasalligiga to'g'ri tashxis qo'ydirib lecheniya olsa, bu kasalligidan butunlay xalos bo'ladi. Lekin konservativ lecheniya noadekvatniy olinsa yoki yetarli miqdorda bo'lmasa, kasallik surunkali formaga o'tib qoladi. Surunkali formaga o'tganini ko'pincha biz fibroz to'qimasi, ya'ni ложкасы orqali baholaymiz. Shakllandimi fibroz to'qima? Demak, kasallik surunkali formaga o'tdi. Surunkali formada yechim faqat operatsiya hisoblanadi. Hozirgi kundagi zamonaviy texnologiyalar asosida treshina amaliyotini lazer yordamida o'tkazish mumkin. Bu juda ham yengil usul. Bemor keldi, operatsiya bo'ldi, ertasi kuni uyiga ketdi, 2-3 kunda bemalol ishiga chiqib ketaveradi. Endi treshinaning oldinlari elektrokoagulyatorda qilinardi. Undan oldinlari bo'lsa, albatta skalpel yoki qaychi yordamida o'tkazilinar. Bu o'zini davrida kuchli og'riqlarga sabab bo'lgan. Shuning uchun ko'pchilikda bu kasallikda operatsiyadan keyingi og'riqlar to'g'risida qo'rquv, vahima shakllanib qolgan. Hozirgi kunda bo'lsa, bu narsa albatta bartaraf bo'lgan. Bemor masalan tasavvur qiling, dushanba kuni keldi, operatsiya bo'ldi. Seshanba kuni uyga chiqib ketadi, 1-2 kun nabligiya, haftaning oxiri yoki keyingi haftaning boshida bemalol yengil jismoniy mehnat va aqliy mehnat bilan shug'ullangan holatda ish faoliyatini davom ettirishi mumkin. Agar siz yoki yaqinlaringizda xuddi shunaqa anal kanalining yormalari, ya'ni treshinalari bezda qilayotgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilsangiz, kasalligingizdan butunlay xalos bo'lishingizga sababchi bo'lamiz. Bu kasallik to'g'risida yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, yozing, imkon qadar to'g'ri javob berishga harakat qilamiz. Statistik ma'lumotlarimizga qaraganda, bizni kuzatuvchilarning 90% bizga podpiska bo'lmasdan kuzatib borar ekan. Siz albatta bizga obuna bo'ling. Shunda proktologik sog'lig'ingiz to'g'risidagi eng oxirgi va eng aniq ma'lumotlarga birinchi bo'lib ega bo'lasiz.